Chinor, burildi sizlarga, Chinor. Tekkada обучениеda, Chinor, обучениеga chiqinglar, обучение tomondan bor. To'xta. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmatlari mayor Choriyev. Yaxshimisiz? Bitta 5 ta xodimga to'xtamaslik kelyapti. Avariya holatini yuzaga keltirib. Xo'sh, qarzdorlik miqdori ko'p. To'g'ri. 5 million. 5 million emas, 52 million. 52 millionmi o'zi? Oddiy Toshkent yo'nalishida Namangan YPX maskanda Lifanusning ushbu mototransport vositasi to'xtatib tekshirilganda 52 milliondan ziyod muddat o'tgan qarzdorligi borligi va inspektorlar tomonidan shu mototransport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilganda haydovchi mototransport vositasini boshqarib jarima maydonidan qochib ketgan va yo'lda bir necha bor inspektorlarni to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlanib kelgan vaqtda Chinor maskanida harakat cheklanib to'xtatildi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qoidabuzarligi bo'yicha vaqtincha jarima maydoniga saqlash uchun qo'yildi. Yuqoridagi shaxsning qonunbuzarliklaridan jabrlangan fuqarolardan yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoki 102 raqamiga murojaat qilishlarini so'raymiz. Parkda jamoat joyida bola va qiz quchoqlashyapti. Hammani ko'z o'ngida. Endi qarab turing. Ana bo'lmasa. Milliy gvardiya xodimlari keldi va voyaga yetmagan qiz va bolani ushlashdi. Ana endi bularni uyiga ishtirok jo'natishadi. Qizni uydagilari ham, bolani uydagilari ham dabdalasini chiqarishadi. Bola nima qilishini bilmay hayron. Protokol tuzishyapti. Bola boshini qashlagan, lekin endi foydasi yo'q.